Doktor, yuragim tez uradi. Bu nevrozdanmi? Doktor, mana shu nafasim qisiladi. Bu ham nevrozdanmi? Doktor, tomog'imga bir narsa tiqiladi. Bu ham nevrozdanmi deb ko'pchilik mendan so'raydi. O'zi nevrozni qanaqa kasallik va qanaqa simptomlari bor? Shular haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Chunki ko'pchilik meni eng bezor qilgan savollardan bittasi bu: doktor, mana faloncha narsa bo'lyapti, bu nevrozga, pismadoncha narsa bo'lyapti. Bu ham nevrozda bo'lib turadimi deb ko'pchilik mendan so'raydi. Nimaga so'raydi? Chunki u kasallikda nevrozdaligini bilsa, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ha, Xudoga shukr. Meni yuragim kasal emas ekan, nevroz ekan. Meni oshqozonim kasal emas ekan, men nevroz ekanman. Chunki biladi, nevrozda anaqa jiddiy narsa yetmaydi, lekin bu haqiqatan yurakda bo'lsa-chi, unda yomon bo'ladi. Shuning uchun nevroz simptomlarini biz ikkita guruhga ajratamiz. Birinchi guruh simptomlari bu jismoniy, ya'ni tanada bo'ladigan simptomlar, fizik. Ikkinchisi bu ruhiy simptomlar. Qanaqa jismoniy simptomlari bor? Ya'ni tanada bo'layotgan. Nevrozda yurak tez urishi. Bu jismoniy. Nevrozda nafas qisishi. Nevrozda bo'ladigan tomoqqa tiqilish hissi. Nevrozda bo'ladigan oyoq qo'llardagi uvishlar. Nevrozda bo'ladigan bosh og'riqlar. Nevrozda bo'ladigan bosh aylanishlar. Nevrozda bo'ladigan oyoq qo'llardagi har xil uvishlar, jimirlashlar, chumol yurgandek bo'ladigan hissiyotlar. Nevrozda bo'ladigan tanada u yoqdan bu yoqqa ko'chib yuruvchi hissiyotlar. Nevrozda bo'ladigan har xil tushunarsiz og'riqlar. Nevrozda bo'ladigan ich ketib qolishlar, ich qotib qolishlar. Nevrozda bo'ladigan hojatga chiqish hissi. Nevrozda bo'ladigan jinsiy muammolar. Bular tanadagi muammolar. Faqat bitta narsani aytib o'tib ketay. Ruhiymi, jismoniymi, bitta sharti bor. Sizda tekshiruvda hech qanaqangi o'zgarish bo'lmasligi kerak. Haqiqatdan o'zgarishda hech narsa bo'lmasdan turib mana bu simptomlar bo'layotgan bo'lsa, ha, bu nevrozniki. Lekin tekshiruvingizda bir narsa chiqsa, uni o'sha o'zini mutaxassis davolash kerak. Sizni tekshiruvda yuragingizda bir narsa chiqdi, ha, bu nevrozniki deb aytishga haqqingiz yo'q, chunki yurakda muammo bor. Tekshiruvda hech narsa chiqmasligi kerak. Ruhiy simptomlar qanaqa simptomlar? Yomon xayollar, vahima, qo'rquv, uyqusizlik, yomon tushlar ko'rish, negativlik, faqat miyaga negativ. Birov yaxshi gapirsa ham faqat negativni o'ylab o'tirish. Yoki misol uchun bo'lishi mumkin, hali kelajakka nisbatan xavotir, hali bo'lmagan narsaga xavotir. Biror joyga borishingiz kerak bo'lsa ham qanday bo'lar ekanman, nima bo'lar ekan? Bir ish qilishingiz kerak bo'lsa ham qanday qilar ekanman, nima bo'lar ekan, qanday tugar ekan? Ya'ni ishonchsizlik paydo bo'ladi. O'zidan tanasidan kasallik qidirish, ishonmaydi. Bu ruhiy simptomlar hisoblanadi. Yig'lavorish, sal gapga yig'lavoradigan bo'lib qoladi odam. Sal gapga birdaniga yonib ketib, lovullab baqirib tashlaydigan nevrosteniya holatlarida. Mana bular asosiy ruhiy simptomlar hisoblanadi va eng qizig'i, ruhiy simptomi, jismoniy simptomi siz bildingiz, ha, bu yurak nevrozlik ekan, bu nevrozlik ekan deb bildingiz, nevroz shunaqangi ayyor kasallikki, u yangi siz bilmagan simptomni o'ylab topadi endi. Chunki siz uni qalbingiz taskin toptirdingiz, lekin bari xavotir yo'qolgan yo'q-da bu yerda. U bir yog'ingizdan teshib chiqadi boshqa yoqdan. Ha, buni bilish uchun nima qilish kerak? Buni bilish uchun bilim kerak. Nevroz haqida ko'proq o'rganishingiz kerak. Nevroz haqida ko'proq o'rganish uchun siz psixoterapevtga borishingiz kerak. Chunki faqat psixologga borsangiz o'rgatishi mumkin, klinik psixolog bo'lsa ham, klinikani biladigan. Vrachni o'ziga borsangiz, nevropatologga, psixiatrga faqat dori yozib beradi. Ikkalasi birdaniga ketishi kerak, chunki nevroz davosi shunaqa, ham psixoterapiya, ham dorilar. Ana shunda natija zo'r bo'ladi. Buni faqat psixoterapevt qiladi. Endi psixoterapevt deganimda nomiga yarasha ham psixologiyani bilan ham farmakoterapiyani birgalikda olib borib davolaydigan. U uchun ko'proq siz bu narsa haqida bilishingiz kerak, o'rgatish kerak. Mana shundagina siz bu kasallikdan qutulib ketasiz. Menda ham shu uchun tushunib yetganman. Inson bittada bir narsani tushunib yetmaydi. To'g'ri, hozir videoni ko'ryapsiz. Qalbingiz taskin topadi. 1 kunga, 2 kunga, 3 kunga, 4 kunga, 5 kunga, 10 kunga. Lekin nimanidir eshitib qolasizda, to'xta, mana shu nima ekan degan xavotir paydo bo'ladi. Mana shu xavotirga o'rin qoldirmaslik uchun siz nevrozni to'liq o'rganishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta men shuni tushunib yetganman, bir kunlik terapiya bilan hammaga tushuntirib bo'lmaydi.
yo'lcho'lik 10 kunlik terapiyani yo'lga qo'yamiz. Agar kimgadir 10 kunlik kurs qiziq bo'layotgan bo'lsa, nevrozni to'liq o'rganaman desa, dorilar ham albatta qo'llab bu kasallikdan to'liq tuzalishni niyat qilgan bo'lsa, bemalol 10 kunlik kursga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik, qalb xotirjamligini tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.